sinf o'quvchilar tomonidan tayyorlangan Alisher Navoiy qit'alari va fardlari. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Amir Temurning o'g'li Shohruh Mirzo shohligi davrida Hirotda tug'ildi. Zamondoshlari uni Nizomiddin Mir Alisher deb atadilar. Nizomiddin din diyonat nizomi degani bo'lib, donishmand, mansab egalariga beriladigan sifat mir, amir demakdir. Uning otasi G'iyosiddin Muhammad Temuriylar saroyining amaldorlaridan, xonadonning ishonchli kishilaridan edi. Onasi Amirzoda Shayx Abu Said Chayning qizi bo'lgan. Alisherning bobosi Temurning o'g'li Umar Shayx bilan ko'kaldosh bo'lgan. Alisher Navoiy ijodining yuksak cho'qqisi Hamsa asari 1483-1485-yillardir. Shoir birinchilardan bo'lib turkiy tilda to'liq hamsa yaratdi va turkiy tilda shunday ko'lamdor asar yozish mumkinligini isbotlab berdi. Ushbu to'plamni Nizomiy Ganjaviy Panj Ganj 5 xazina asariga havas sifatida yozilganligini anglatdi. Hamsaning kirish qismida emas oson bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq deya ta'kid etadi. Hamsa tarkibiga Hayrat ul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbay Sayyor, Sadi Iskandariy kabi dostonlar kiradi. Endi esa Alisher Navoiy qit'alaridan namunalar tinglang. Nokas u nojins avlodin kishi bo'lsin deb